Assalomu alaykum hammaga. Men hozir demak bu videoni olishimga sabab bizani profilimizga qo'yilgan o'sha post akne bo'yicha demak natijamizni ko'rib ko'pchilik fikr bildiryapti. Nima deyishyaptiki, demak lazerda qilgansizlar, nimalarda qilgansizlar, nimalar ishlatasizlar, lazerdan boshqa nima ishlatish mumkin post aknega. Biz post aknega ham lazer ishlatmaymiz, peeling ham ishlatmaymiz. Demak lazerdan kimdirlarga lazer yoqadi, kimdirlar lazer bo'yicha umuman demak boshqasini tan olmaydi. Lazer demak hammaga papakazanga hammaga qilinmaydi. Demak lazerdan keyin juda ham ko'p asoratlar bo'ladi. Men asoratlar bo'yicha demak profilga ham natijalarni demak o'sha asoratlarni qo'yganmiz. Lazerdan keyin yuzdagi dog'lar, lazerdan keyin yuzdagi demak teri yangilik tezligi, lazerdan keyin yuzdagi demak sepkillarni kattalashib ketishi, lazerdan keyin demak yana yuzni terisi nimjon bo'lib qolishi, allergichnik bo'lib qolishi, birdan har xil narsalar toshib ketaveradigan bo'lib qolishi bo'yicha menga juda ham ko'p muammoli shunaqa yuzda murojaat qilishadi. Bir kunda допустим 30%, 40% patsientlarimiz shu lazerdan keyingi asoratlar bilan juda ko'p